Rasman Sankt-Peterburgda 2026-yilda ham migrantlar taksi va kuryerlikda ishlay olmaydi. Amerika Qo'shma Shtatlari 2025-yilda 2.5 million xorijlikni deport qildi. Rossiyada haydovchining xatosi ortidan o'zbekistonlik talaba daryoga cho'kib vafot etdi. Amerika Qo'shma Shtatlaridagi universitetda bo'lgan otishmada o'zbekistonlik 18 yoshli talaba vafot etdi. Assalomu alaykum, dasturlarimizni boshlaymiz. Rossiyaga farzandi bilan kelayotgan xorijliklar diqqatiga. Rossiya Ichki ishlar vazirligi migratsiya xizmati bolalarga ham registratsiya qilish va uni o'zgartirish shartligini eslatdi. Xorijlik o'zining patenti asosida farzandining registratsiyasini o'zgartirib olishi mumkin. Agar xorijlikning Rossiyada bo'lish asosi bo'lmasa va bolasiga ham hujjat qilib bera olmasa, u mamlakatni tark etishi shart. Ular reyestrga kiritilganda bolalarini bog'cha va maktablarga joylay olmaydi. Hujjatsiz bolalar ham reyestrga kiritilishi mumkin. Bolalar ta'lim muassasalariga qatnamaydigan ota-onalar fuqarolardan qat'iy nazar ma'muriy qoidabuzarlik sodir etadi. O'z majburiyatlarini qo'pol buzganlarning Rossiyada bo'lishi nomaqbul deb topilishi va ularga kirishga bir umrlik taqiq qo'yilishi mumkin. 2026-yil 28-yanvardan Rossiya Ichki ishlar vazirligi va Ma'rif vazirligi migrantlar bolalar to'g'risidagi ma'lumotlar bilan o'zaro almashishni boshlaydi. Rasman Sankt-Peterburgda 2026-yilda ham migrantlar taksi va kuryerlikda ishlay olmaydi. Shahar gubernatori tegishli qarorni imzoladi. Hozirgi taqiq 2025-yil 31-dekabrgacha edi. Yangi qaror bilan taqiq muddati 2026-yil 31-dekabrgacha uzaytirildi. Peterda hali ham taksi va kuryerlik qilish umidida bo'lganlar boshqa ish ko'raverishsa bo'ladi. O'zbekistonga o'tamiz. Toshkentda aeroport va vokzalda xorijdan qaytganlar uchun OIV, ya'ni orttirilgan immunitet virusi, ekspress test avtomatlari o'rnatiladi. Test topshirish ixtiyoriy va bepul bo'lib, majburiy hisoblanmaydi. Mazkur pilot loyihasi doirasida chet eldan qaytgan fuqarolar o'zini tekshirishi, ya'ni so'lak testlarini topshirib, o'z statusini bilib olishi mumkin. Agar tajriba sinov loyihasi o'z samarasini bersa, kelgusida bunday testlarni ko'paytiramiz, deydi OITSga qarshi kurashish markaz direktori Bahrom Egamberdiyev. Avvalroq O'zbekistonda oxirgi yillarda odamning immunitet tanqisligi virusi OIV, ruschada VICH chalinganlarning 30% dan ziyodi migrantlarga to'g'ri kelayotganini ma'lum qilgandi. Amerika Qo'shma Shtatlari 2025-yilda 2.5 million xorijlikni deport qildi. Mamlakat Ichki xavfsizlik vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, shulardan 1.9 millioni mamlakatni o'zini o'zi deport qilish dasturi bo'yicha tark etgan. 600 ming nafar esa majburiy chiqarib yuborilgan. Amerika Qo'shma Shtatlari Ichki xavfsizlik vazirligi noqonuniy migrantlarga qarshi shunday post joyladi. Har bir noqonuniy jinoyatchi xorijlikdir. Rossiyaga qaytamiz. Rossiyada xorijliklarning bo'lishi muddatini yana qisqartirish taklif qilinmoqda. Deputat Tumusov Spravedlivaya Rossiya partiyasidan vizasiz keladigan xorijliklarning Rossiyada bo'lishi muddatini 1 yildan 30 kungacha 30/365 ga qisqartirishni taklif qilmoqda. Eslatib o'tamiz, 2025-yil 1-yanvardan vizasiz Rossiyaga kelgan xorijliklar uchun 1 yildagi eng ko'p bo'lish muddati 90 kundan oshmasligi kerak. Bu qoidaning patent qilib ishlab yurganlarga daxli yo'q. U kirdi-chiqdi qilib patent olmay yuradiganlarga tegishli. Ular 1 yilda hujjatsiz 90 kundan ortiq bo'la olmaydi. Muddatdan oshsa avtomatik reyestrga kirishadi. Rossiyada haydovchining xatosi ortidan o'zbekistonlik talaba daryoga cho'kib vafot etdi. Kazan shahrida bundan 1,5 yil oldin o'qish uchun kelgan 2 o'zbekistonlik fuqaro mashinada ketayotganda yo'l muzlagani sabab boshqaruvni yo'qotib, Kazanka daryosiga tushib ketgan. Haydovchi eshikni ochib omon qolishga muvaffaq bo'lgan, ammo uning 29 yoshli sherigi xavfsizlik kamarini yechishga ulgurmay cho'kib ketgan. Keyinchalik jasad g'avvoslar tomonidan topilgan. Вода полностью зачисло, там я не смог дышать. Потом еле-еле выбрался и смотрю, его нету. Потом сразу сообщил там людям, они
Myanmaga sotib yuborilgan o'zbekistonliklar vatanga qaytarildi. Yuqori maoshli ish taklifi bilan aldanib, odam savdosi qurboniga aylanganlar qatorida Qozog'iston va Qirg'iziston fuqarolari ham bo'lgan. Ularning so'zlariga ko'ra, ular Tailandga internetda yuqori maoshli ish taklifi bilan kelgan. O'zbekistondan bepul aviachipta taqdim etilgan. Biroq ular Tailandga yetib kelgandan so'ng aldov yo'li bilan Myanma hududiga noqonuniy ravishda olib o'tilgan va u yerda odam savdosi bilan shug'ullanuvchi jinoiy guruhlar qo'liga tushib qolgan. U yerda ularni firibgarlik kol markazlarida ishlashga majburlashgan. Noqonuniy harakatlarni amalga oshirishdan bosh tortgan fuqarolar jismoniy zo'ravonlik va tahdidlarga duchor bo'lgan. Amerikaga qaytamiz. Amerika Qo'shma Shtatlaridagi universitetda bo'lgan otishmada o'zbekistonlik 18 yoshli talaba vafot etdi. Joriy yilning 13-dekabr kuni Amerikaning Braun universitetida sodir bo'lgan otishmada 2 talaba halok bo'ldi va 7 kishi jarohat olgan. Vafot etganlar orasida o'zbekistonlik talaba Muhammad Aziz Umurzoqov ham bo'lgan. Fojiali otishma oqibatida o'zbekistonlik talaba Muhammad Aziz Umurzoqovning halok bo'lgani munosabati bilan marhumning oila a'zolari va yaqinlariga chuqur hamdardlik bildiramiz. Kaliningradda yo'l transport hodisasi sabab migrant taksichilarga qarshi reyd o'tkazildi. 12-dekabr kuni Volkswagen Jetta haydovchisi 3 nafar talabani urib yuborib, voqea joyidan qochib ketganligi ortidan 13-dekabr MVD va FSB hamkorligida xorijlik taksichilarni aniqlash bo'yicha tezkor reyd o'tkazildi. Natijada gubernator taqiqni buzib, noqonuniy ravishda taksi xizmatini ko'rsatayotgan 11 nafar xorijiy fuqaro qo'lga olingan. Barcha qoidabuzarlar xorijiy fuqarolarni vaqtincha saqlash markaziga joylashtirildi. Ular deportatsiya qilinadi va har biriga 5 yil muddatga Rossiyaga kirish taqiqlanadi. Ushlanganlar orasida 3 nafar talabani urib qochgan gumonlanuvchining turmush o'rtog'i ham borligi aniqlandi. Yangiliklar bilan sizni Dilshod Umarov tanishtirdi. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.